Sizlarda ham intuitiv ravishda kafe, restoranlarga borganda oq shakar emas, balkim jigarrang shakarni ichish odati bormi? Lekin afsuski, oq shakar ham, jigarrang shakar ham zarari bir xil. Ya'ni bu keyinchalik yurak qon tomir sistemasiga, masalan, oshqozon osti bezini yaxshi ishlamasligiga va teridagi juda ham qara jarayonlarni kuchaytirishga sabab bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman. Hayotimda shakar miqdorini kamaytirishim orqali husnbuzarlardan qutulganman. Husnbuzar va aknesi bor qiz va ayollarimizga maslahat: bir oy davomida sizlar shakar va o'zida shakar saqlovchi mahsulotlar, bular soklar, paketli soklar, shirin napitkalar, konditer mahsulotlari, oq un, guruch mahsulotlarini kamaytirish orqali hech qanaqa dorilarsiz bir oy davomida husnbuzar miqdorini kamaytirishingiz, yuzingizda keskin o'zgarishlarni sezishingiz mumkin. Agar siz shirinliksiz yasholmaydigan bo'lsangiz, shirinlikka bo'lgan ehtiyojni kamaytirish usullarini biz 1 fevralda Doktor Dilobar klubida batafsil ko'rib chiqishga harakat qilamiz.